Chempionlar Ligasi yarim finaliga ham yetib keldik. Chorak finalda umuman kutilmagan va anomal natijalar qayd etilgandan keyin yarim final favoritlari haqida nimadir deyish juda qiyin hozircha. Barselonani turnirdan chiqarib yuborgan Atletico, o'z darajasiga umuman yaqin o'yin ko'rsatmagan Arsenal hamda Realni Madridga kambek qilgan Bavariyaning imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Biz esa boshladik. Arsenal, Atletico Madrid. Absolut qarambol boshlanishiga 5 kun qolmoqda. Ha do'stlar, hech kim xohlamaydigan yarim final guvohiga aylanamiz. Arsenal va Atletico Madrid. Arsenal bu mavsumda Chempionlar Ligasining favoriti deb bekorga aytilmayapti. Kanonirlar ushbu mavsum guruh bosqichida Bavariya, Inter hamda yarim finaldagi raqibi Atleticoni mag'lub qilib, 100% lik natija bilan yakunlab, birinchi o'rinda play-offga yo'l olishdi. Gollar nisbati 23 ta gol va atiga 4 ta to'p o'tkazib yuborilgan. Arsenalga yarim finalga chiqish uchun juda oson raqiblar to'g'ri kelmoqda. Leverkusen hamda Sporting va eng qiziqarlisi, Sportingga qarshi jamoa shunchalik zerikarli o'yin ko'rsatdiki, kofesiz o'yinni ko'rmaslikning iloji yo'q edi. O'zi Arsenal doim aprel oyida formasi pasayib, APLni qo'ldan chiqarardi va bu Elchedagi o'yiniga ham ta'sir qildi menimcha. Atletico Madrid esa yarim finalga juda qiyin tarzda yetib keldi. Chorak finalda Barselonani chiqarib yuborib, Atletico Madrid La Ligani qo'ldan chiqarganini hisobga olsak, ular bor e'tiborni Chempionlar Ligasiga qaratib, Arsenaldan ko'ra yaxshiroq formada yetib kelishi mumkin. Lekin o'zaro o'yinlarda statistika Arsenal tomonda. Aytib o'tganimdek, oktyabr oyidagi o'yinda Arteta shogirdlari Atleticoni Emiratesda ko'mib yuborgan 4-0. Madrid jamoasi esa uzoq 2018-yilda Yevropa Ligasi yarim finalda Arsenal ustidan g'alaba qozongan. Arsene Wenger murabbiy bo'lgan paytlarda jamoalarning finalga chiqish imkoniyatiga keladigan bo'lsak, statistikada Arsenal favorit. Haqiqatan ham ular hozirda dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri. Guruh bosqichida Bavariya hamda Interni yutgani ham bu omad emas. Qolaversa, javob o'yini ham Emiratesda bo'lib o'tadi. Agar Arsenal Barsa yo'l qo'ygan xatolarni qilmasa, bemalol Atleticoni turnirdan chiqarib, finalda mag'lub bo'lishi mumkin. Chunki katta ehtimol bilan turnirni chap tarafdagi jamoalardan biri yutsa kerak. Bizning fikrimizcha 60 ga 40 Arsenal foydasiga. PSG Bavariya. Keyingi juftlikni bemalol final oldi final deb ta'riflasak bo'ladi. Bavariya va PSG so'nggi yillarning eng qo'rqinchli hamda stabil jamoalari. Myunxenliklar chorak finalda Real Madrid bilan haqiqiy shouni ko'rsatishdi. Albatta uchrashuvdan oldin Bavariya favorit edi, lekin javob o'yini bunchalik qiziqarli va dramatik bo'lishini hech kim kutmagandi. O'yin Bavariya uchun dahshatli boshlanganiga qaramay, ular 3 marta hisobni tenglashtirishga erishishdi. O'yindagi dastlabki 2 ta gol darvozabonlar xatosi evaziga kiritilganini hisobga olsak, uchrashuv gollarga boy bo'lishi aniq edi. Keyinchalik esa Arda Gülerning shedevr pushkasi Real Madridni comeback uchun imkoniyatlarini saqlab qoladi. Lekin Bavariyaning to'xtovsiz pressinglar va hujumlariga Lunin va Real himoyasi dosh bermasligi aniq edi. Ikkinchi taymda esa Realda ancha yaxshi imkoniyatlar bo'lgan. Hisobni 4-2 qilib yarim finalga chiqish uchun. Lekin Kamavinganing qizil kartochkasi hammasini o'zgartiradi. Bu yerda Real muxlislari hakamni emas, aynan Kamavingani ayblashlari kerak. So'nggi daqiqalarda sariq kartochkasi bo'la turib, to'pni qo'liga olib vaqt cho'zsa, albatta bu ikkinchi sariq bilan ogohlantiriladi. 10 kishi bo'lib qolgan Real uchrashuv so'ngida sochilib ketadi va Diaz hamda Alisening gollari sabab Madridga comeback qiladi. Eng yaxshi o'yinchilarga keladigan bo'lsak, Bavariyada Kane hamda Alise, Realda Arda va Güler. Mbappe ushbu uchrashuvda gol kiritib, turnirdagi 15-golni uradi. Yaqqol peshqadam. Harry Kane esa 5 ta uchrashuvdan beri Realga kamida gol yoki assist amalga oshirib kelmoqda. Hali hech bir futbolchi qirollik klubiga qarshi bunday statistika ko'rsatmagan. Endi PSJga kelsak, Chempionlar Ligasining amaldagi chempionlari guruh bosqichini yaxshi yakunlamagan bo'lsa-da, nimchorak finalda Chelsea'ni umumiy hisobda 8-2 va Liverpoolni 4-0 hisobda mag'lub qilib, yarim finalga uchmoqda. Keling Liverpoolga qarshi o'yinni muhokama qilamiz. Rotatsiya uchun olib kelingan rossiyalik darvozabon Matvey Safonov allaqachon parijliklar safida asosiy kiperga aylandi va Anfielddagi o'yinda ham super uchrashuv o'tkazib, o'z o'rnini yanada mustahkamlamoqda. Ikkinchi taymda McAllisterga qarshi foul ishlatilganda hakam penalti belgilaydi va VAR penaltini bekor qilgandan keyin Liverpool sinadi. Sal o'tib esa Dembele hisobni ochib, yarim final haqidagi savollarni olib tashlagan. Qo'shib berilgan daqiqalarda ham yana Usman Dembele gol kiritib, PSJni yarim finalga olib chiqadi. Agar Luis Enrique shogirdlari bu yil ham Chempionlar Ligasini qo'lga kiritishsa, Realning rekordiga yaqinlashadi, ya'ni 2 yil ketma-ket Chempionlar Ligasini qo'lga kiritgan bo'lar edi. Bavariya bu mavsum 46 ta uchrashuvda 157 ta gol kiritgan. Bu o'rtacha bir o'yinda 3,5 ta gol degani. Ikkala jamoa tarkibida ham individual juda kuchli futbolchilar mavjud va eng qiziqarli yarim finallardan birini taqdim qilishsa kerak.
So'nggi 10 yillikda ushbu jamoalar 10 marta to'qnash kelib, 7 marta Bavariya g'alaba qozongan. Eng esda qolarlisi 2020-yildagi final edi. Ushbu mavsumdagi Chempionlar Ligasi guruh bosqichida Bavariya allaqachon PSG bilan to'qnash kelgan va myunxenliklar 2-1 hisobda g'alaba qozonishgandi. Shuning uchun bu juftlikda yaqqol favorit bo'lmasa ham Bavariyaning finalga chiqish ehtimolligi yuqoriroq, 55 ga 45. Lekin PSJga ham past baho berish xato, chunki ular baribir Chempionlar Ligasining amaldagi g'olibi. O'tgan yil finalda Interni nimalar qilib tashlaganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Katta ehtimol finalda ushbu ikkita jamoadan biri kubokni qo'lga kiritsa kerak. U tarafdan Atletico yoki Arsenal chiqishidan qat'iy nazar. Mavsum ham o'z yakuniga yetmoqda va tez orada klublar futboli tugab, jahon chempionati ham boshlanadi va u yerga kim qanday formada borishi aynan Chempionlar Ligasi finaliga bog'liq. Do'stlar, shu bilan videoga yakun yasaymiz. Keyingi video 25-aprel kuni chiqariladi va video mavzusini sizga qo'yib beramiz. Variantlar ekraningizda. Fransiyaning jahon chempionati uchun tarkibi, hamma xohlayotgan transferlar yoki o'yiniga qaraganda juda ko'p maosh olayotgan futbolchilar haqida. Tanlovingizni izohlarda yozib qoldiring. Eng ko'p like yig'gan variant haqida video ishlanadi. Bizni kuzatishni davom eting va videoni do'stlaringizga ulashib qo'ying. Ko'rishguncha.